Ben o'ylayman Rossiyada bundan angsat iş tapmasanıza gerek de bo'layman. İşe qaranglar iş. İş şu derece angsat. Korobkanga o'ttirsiz, kichkinagina korobkangni. 6-7 kilo chiqadi. Shu korobkalara bodring terish kerak. Abetacha bodring terasiz. Korobkalarda bo'lsa, koridor olib chiqasizdan sortirovka qilasiz. Yaxshi bodringni yaxshi korobkaga, yomon bodringni yomon korobkaga taxlislar. Bo'ldi, qilajak ishlaringiz. Ayollarimiz ishlasa bo'ladi bu ishda. Ish angsat, fiziki bir og'ir mehnat yo'q bu yerda. Qiziqi, rasxotingiz bo'lmaydi. 1 so'm, kopeyka ham rasxot chiqmaydi. O'zbekistondan mashina minasizlar, kelasizlar. Kelgandan so'ng shu mashinaning pulini firmani o'zi to'lab beradi, firmani o'zi. 1 so'm to'lamaysiz yo'l puliga. Kelgandan keyin yotoq turaringiz ham tekin bo'ladi. 3 mahal ovqat beradi. Hammasi tekin. Firmani o'zi to'laydi. Dokumentingizdan polnosti 100% qilib beradi. 1 so'm olmaydi. Bu ishni eng ma'qul bo'lgan tarafini aytaman sizlarga, qaranglar. Yotoq turara pul, dokument qilishim kerak, dokumentda pul deb kallani ortib yurmaysizlar. Do'konma-do'kon sarson bo'lmaysizlar. Naborot, firma sizlarning izingizdan yuguradi. Sizlar yugurmaysizlar. Firma sizlarning orqangizdan yuguradi. Hamma narsangizni qilib beradi. Meni o'zlarimizni Xorazmdan ham Arxatullo ishlab turgan ekan bu yerda. Gelinam yonda, xudo